Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Harakatdan to'xtamaydigan ingliz tilini sevuvchi, testlarni aql bilan bajaradigan aziz o'quvchilar, kayfiyatlaringiz a'lo darajadami? Bugun sizlar bilan birgalikda there is va there are mavzusini o'tamiz. There is va there are strukturasi bu o'zbek tiliga tarjima qilinganda bor degan ma'noni bildiradi. There is va there are gap boshida keladi. Birlikda there is, ko'plikda there are qo'llasak bo'ladi. Demak, there is a pen in the bag. Sumkaning ichida bitta ruchka bor. Ko'plikda esa there are two boys in the room. Xonaning ichida ikkita o'g'il bolalar bor. Demak, birlikda there is, ko'plikda there are dan foydalanamiz. Inkor shakliga there is va there are dan keyin not qo'shimchasini qo'shish orqali inkor shakli yasaladi. Masalan, there is not pencil on the table. Stolning ustida qalam yo'q. There are not boys in the classroom. Sinf xonani ichida o'g'il bolalar yo'q. Demak, inkor shakli there is va there are dan keyin not qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. So'roq shakli, interrogative so'roq shakli there dan oldinda yoziladigan narsa bu to be fe'li bo'ladi. Demak, to be fe'li is bilan are to be fe'li there dan oldinga o'tadi. Birlikda is there bag on the table? Stolning ustida sumka bormi? Ha bo'lsa yes, there is. Yo'q bo'lsa no, there isn't. Ko'plikda so'roq shakli qanday yasaladi? Ko'plikda so'roq shakli are to be fe'li there dan oldinga chiqadi. Are there girls in the classroom? Sinfxonani ichida qizlar bormi? Ha bo'lsa yes, there are. Yo'q bo'lsa no, there aren't. Demak, bugungi o'tgan mavzuyimiz there is va there are strukturasi bu o'zbek tiliga bor deb tarjima qilinadi. Birlikda there is, ko'plikda there are dan foydalanamiz. Inkor shakli there is va there are dan keyin not qo'shimchasini qo'shish orqali yasaladi. So'roq shakli esa is bilan are to be fe'li there dan oldinga o'tadi va so'roq shakli yasaladi. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.